koridor bo'ylab kelyapsiz va tasodifan uzoqdan rahbaringizni ko'rib qolsangiz, nima uchundir undan qochishga, unga iloji boricha ro'bara kelmaslikka harakat qilasizmi? Nimaligini bilmaysiz, ammo u qo'ng'iroq qilgan vaqtida ham siz negadir go'shakni ko'tarmaslikka yoki bo'lmasam hozir go'shakni ko'tarsam nimadir noxush gapni eshitishga bir o'zingizni tayyorlaysizmi? Ya'ni bu qo'rquv sizga qayerdan kelyapti? Ular real qo'rquvmi? Ya'ni siz rostdan ham u inson sizni ishingizni olib qo'yishdan qo'rqyapsizmi yoki ong ostingizda boshqa hissiyotlar mavjudmi? Mana shunday avtoritet shaxslar bilan nima uchun doimiy ichki qo'rquvlaringiz mavjud? Siz aytasiz, bular qo'rquv, men aytaman, bular agressorlar zanjirining natijasi. Ya'ni hayotingizdagi avtoritet shaxslar bilan siz ro'bara keladigan, sizning hayotingizda bor bo'lgan avtoritetlar, qaynona, qaynota, rahbar va hokazo shaxslar bilan sizda munosabatda chegaraviy muammolar mavjudligi, ular bilan sizni erkin muloqotingizga to'siqlar qo'yadi. Mana shuning uchun ham men sizni o'zimning "Sening chegarang qayerda?" deb nomlangan kursimga taklif etaman. 6 kun davomida o'z chegaralaringizni aniqlab olish yordamida hatto rahbaringiz bilan ham do'stona, samimiy muloqotlar yaratasiz.